Katta yo'lda bo'yidan joy so'ragan aka-opalarimiz uchun zo'r joy topib qo'ydik. Biznesmen akalarimiz uchun manzilimiz Melisaxonaning yonida, Asr to'yxonaning oldida, mana to'g'risida joylashgan ushbu 8 sotiklik 8 xona uyi bor. Uyimiz sotuvga qo'yildi. Bu yerda gaz, suv, svet, kanalizatsiyalari ham bor. Endi ichkarilarni bir qator ko'ramiz. Ketdik. Ko'rib turibsizlar, bu yerga bemalol 4 ta mashina ham sig'adi. Dorozaxonalar ham ancha keng ekan. Chap qo'limizda kirganda 5 ta xona mavjud ekan, odam yashashga tayyor. Xolasalar oldi tomoni magazin qilib foydalansanglar bo'ladi va bu tomonimizda oshxona bor ekan, 2 ta xona bor ekan. Bu yerda ovqat pishirib, ovqatlanadigan joy ekan. Va bu tomonimizda so'rilar turibdi, ko'rib turibsizlar. Bemalol xudo xolasa maza qilib o'tirib, choy ichib, dam oladigan joylar ekan. Mevali daraxtlar qilib qo'yilgan ekan. Bu tomonimizda tandir, o'choq, naveslargacha qilib qo'yishgan ekan. Maza qilib, xudo xolasa olgan odam kam bo'lmaydi. Bu tomonimizda ham bemalol 2 ta xona bor ekan. Xolasizlar bemalol yashaverasizlar, odam yashashga tayyor. Bu tomonimizda orqa tomonlarni ham agrajniya qilib to'sib qo'yishgan ekan. Orqa tomonimizda hojatxona, kladovka uchun joylar qilib qo'yishgan ekan. Eniga enlik, xudo uzunasiga uzun ekan. Xudo xolasa olib bemalol foydalanaverasizlar. Xo'p, ushbu joyda eniga 12 metr, uzunasiga 60 metrdan oshiqroq ekan. Xo'p, ushbu uyning narxini egalari 80 ming so'rayapti. Telefon qilaverasizlar, kelishtirib beradi. Sog' bo'linglar, layklarni bosib, ushbu joyda kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib ketasizlar. Rahmat.